Assalomu alaykum, Mototos kanali obunachilari. Ya'ni yangiliklarni bombasini qildik. Sizlarga optim narxdagi arzon bo'lgan, ya'ni Motopower do'konimizdan, ya'ni katta bahaybat va kichkinasidan boshlab shunli dvijoklarning narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qani boshladik, unda bo'lmasa sifati zo'r bo'lgan arzon narxdagi dvijoklarning narx-navlari bilan tanishtirib o'tamiz. Kimgadir saralkali, kimgadir benzinlik. Endi kunlar sovib boryapti, ko'pchilik joylarda elektr uzilishlar bo'lyapti. Shunda arzon sifati zo'r bo'lgan dvijoklarni tavsiya qilamiz. Qani boshladik. Ya'ni klassik firmasiga tegishli, juda ham sifati yaxshi, Euroclass firmasi deyiladi. Buni sifati juda ham zo'r bo'ladi. Ya'ni 10,5 kilovatlik, ham 32 amperajli, ham 16 amperajli chiqadigan tok joylar bo'ladi. Ya'ni tablosi kompyuterli bo'ladi. Xohlasangiz kalitda, xohlasangiz buni pultlari ham bo'ladi. Bemalol pultda zavod etsangiz ham bo'ladi. Sifati juda ham yaxshi chiqadi. Ya'ni moy datchiklari ham hamma narsasi bor. Satrli bo'ladi. Xuddi shu aytganda uzoqdan ham bemalol uyni ichida ham o'tirib bemalol zavod etsangiz bo'ladi. Buning narxini 9 million 8,5 million sotilayotgan bir vaqtda buning narxini 6 million 500 ming so'm qo'yib beramiz. Xohlasangiz O'zbekiston bo'yicha dastavka xizmatlarimiz ham bor. Albatta kelishilgan holda bo'ladi. Xohlaganlar uchun 3 fazalikni so'raganlar uchun ko'pinchasi ya'ni 10,5 kilovatlik, bu ham ya'ni 100% obmotkasi medli bo'ladi. Mislik, ya'ni bu statorda zavod bo'ladigan kompyuterli tablo. Xohlasangiz 380, xohlasangiz 220 ga bemalol ishlatsangiz bo'ladi. 10,5 kilovatlik, ya'ni toza 8 beradi. Xohlasangiz aver funksiyalari ham bor. Buni averiga ham ulab ishlatsangiz bo'ladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, buni narxini bor yo'g'i 6 million 800 ming so'm qilib beramiz. Juda ham sifati qulay bo'lgan arzon narxdagi dvijoklarni tavsiya qilamiz. Xohlaganlar uchun ko'pchilik ovozdan, dovushidan qiynalishadi. Ovozdan qiynalganlar uchun ya'ni inverterlik, ya'ni beschumli, mana diplomatga o'xshagan balonlari bo'ladi. Bu yoqdan ko'chirib yurishga ham yaxshi. Hamma funksiyalari bor. Mana USB kabel joylarini ham qo'ysanglar bo'ladi. Ikkitalik vilka tiqadigan joylari bor. Oddiy bitta knopkada zavod bo'ladigan, ya'ni start stoplik deyiladi. Eko rejimlarigacha bor. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi 7 million 500 ming so'm. 5 kilovatlik beschumli dvijogimizda bemalol kelib Mototolsdan satrligini xarid qilib olib ketishingiz mumkin. Xohlaganlar uchun 10,5 kilovatlik, ya'ni 380 olaman deganlar uchun Euroclass brendiga tegishli. Bu ham narxini 6 million 800 qilib beramiz. Pultda zavod bo'ladigan, xohlasangiz kalitda zavod qilasiz. Ya'ni 10,5 kilovatlik sifati zo'r bo'lgan 380 da, xohlaganlar uchun 220 da bemalol ishlatsa ham bo'ladigan modellarimizdan biri. Endi bahaybatini ko'rsatinglar deganlar uchun mana averlik, bahaybat, beschumli dvijogimizni ko'rsatamiz. Sifati juda ham yaxshi bo'ladi. Buning narxini 19 million 800 qilib beramiz. Ya'ni beschumli, buni miyalari ham qo'shib beriladi. Avtomatik ham bunaqa miyasi bo'ladi, ya'ni ATS deb yozilgan. Bu alohida qo'shib beriladi bemalol. Buni pulni ichida qilib beramiz. Xonadoningizga ulaganingizdan keyin avtomatik o'zi yonib, o'zi o'chadigan bo'ladi. Aver sistemalari va start stoplik bo'ladi. Juda ham dovushi past dvijok kerak deganlarga mana shu dvijogimizni tavsiya qilamiz. Endi bahaybat dvijok so'raganlarga bu yoqda dizelli dvijoklarimiz bor. Dizelli xohlaganlar uchun bu dizelni hamma funksiyasiga mos qilib kelganmiz va motori ham yanada kattargan. Ya'ni 12 kilovatlik dvijogimiz, motor 11.00 kelgan. Xohlaganlar uchun bundaqa pult, xohlaganlar uchun aver, xohlaganlar uchun bemalol start stopda ham zavod bo'ladigan kompyuterli tablo. Xohlaganlar uchun buni funksiyasi bor. 220 da ham 12 kilovatda ishlatsangiz bo'ladi. Xohlaganlar uchun 380 ga ham qo'yib 12 kilovatda ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol ikkita avtomat bo'ladi. Alohida yoqib ishlatsangiz bo'ladi bemalol. Mana olishi ham ikkalasiga ham 32 amperajli katta vilkalar qo'yilgan. Bu dizelli variantimiz, ya'ni dizelli variantimizni o'zi 20 million 21 million sotayotgan bir vaqtda buni juda ham katta chegirmaga tushirdik. Buning narxini 17 million 800 ming so'm bahaybatini qilib beramiz. Juda ham sifati zo'r bo'ladi. Xohlaganlar uchun bu yoqda 11 kilovatligimiz bor, 10 kilovat beradigan. Ya'ni bu ham xuddi shunaqa ATS'lari qo'shib beriladi, avtomatik bo'ladi, bemalol o'zi yonib, o'zi o'chadigan bo'ladi. 220 da ishlaydi, kompyuterli tablo, ya'ni miyalari ATS'lar bilan qo'shib beriladi. Turkiyani brendi, Guven Power deyiladi. Juda ham sifati zo'r brendlardan biri. Buning narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 14 million 800 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlar uchun mana bunaqa ochiq generatorlarimiz bor. Narxi 13,5 million, 12 kilovatligini dovushi salgina balandroq, puli arzonroq yo'qmi deganlarga 13 million 500 ming turadi. Bu ham xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 da ishlaydigan
dvijoglarimizdan ya'ni biri bo'ladi. Bular start stopda zavodiy bo'ladi. Xohlaganlar uchun mana bunaqa mejligar pultlari ham bor. Uzoq masofadan boshqarsangiz bo'ladi. Xohlasangiz agar miyasini alohida olsangiz, mana bunaqa avtomatika miya ham ishlatsangiz bo'ladi. Juda ham qulay chiqadi. Xohlaganlar uchun mana Guven Power'ni, ya'ni 7,5 kilovatlik dvijoglarimizdan biri bor. Ya'ni 8 uch yozgan. Bu Turkiyani varianti bo'ladi. Juda ham sifati zo'r chiqqan. Bu ham xuddi shunaqa funksiyasi bor. Ya'ni 220 da ishlaydi. Xohlasangiz ATS'lik ham qilib ishlatsangiz bo'ladi. Bemalol ATS'lari ham bor. Xudo xolasa sifati juda ham yaxshi. 7,5 kilovatlik sifati zo'r bo'lgan Turkiyani variantidagi dvijogimiz narxini arzon narxga qo'yib qo'ydik. Bu narxi 15 million sotilayotgan bir paytda bemalol Mototolsdan kelib 11 million 500 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Dizelli variant juda ham ekonomik bo'ladi. Xohlaganlar uchun bu yerda ya'ni 8,5 kilovatlik xuddi o'sha Guven Power Turkiyani varianti original mahsulot. Xohlasangiz 220, xohlasangiz 380 ligi bor. Pultlari ham bo'ladi. Buni bemalol mana bunaqa ATS'lari ham bor. Avtomatika qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Shumkalari baquvvat ishlangan. Nima uchun deyapman? Mana ovozni juda ham past chiqaradigan shumkalardan qo'yilgan. Akkumulyatorlari ham Damazda akkumulyatorlari bemalol qish ham muammo tug'dirmaydi. Bu yerda mana ikkita pultlari ham bor. Boyagi aytib o'tgandek, pultni ham zavod etsangiz bo'ladi dedim. Ikkitadan pultlari qo'shib berilyapti, mejigarlari. Maza qilib bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 15 million sotilayotgan paytda buni ham narxini 11 million 800 ming so'mga arzon narxda Mototolsdan bemalol kelib xarid qilish mumkin. Xohlaganlar uchun menga svarka apparati ichida bo'lsin degan dvijoglar uchun ham svarka apparat, ham bemalol 5 kilovat tok olib ishlatsangiz bo'ladi. Mana 5 kilovat tok olib ishlatsangiz bo'ladi, ham bemalol svarka apparatingizni ishlatsangiz bo'ladi. Ikkitalik avtomatlari qo'shilgan. Svarka apparati ham juda ham amperaji baland qo'yilgan, ya'ni 190 amperajli katta bahayvatidan qo'yilgan. Lyuboy elektrotingizni kul qilib ya'ni svarka apparatlardan biri bo'ladi. Sak deyiladi. Bu dizel, ya'ni saralkada ishlaydi. 1 soatiga где-то 600-700 gram, ya'ni dizel rasxod qiladi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i 12 million 800 ming so'm qilib beramiz. Xohlaganlarga mana bunaqa 5 shumli invertor menga arzonchiroq kerak deganlarga bu yerda mana arzonchiroq generatorimiz bor. 6 kilovatlik, sifati juda ham yaxshi, invertorlik, tovush past bo'ladi. Narxini 7 million 500 ming so'm qilib beramiz. Renef, ya'ni bu Turkiyani variantiga tegishli, sifati juda ham yaxshi variantlardan biri bo'ladi. Ya'ni eko rejimlari ham bor. Ekoga yoqsangiz, ya'ni benziningizni kam xarajat qildiradigan dvijoglardan biri bo'ladi. Mana bunaqa bahaybat dvijog so'raganlarga bu yerda mana 20 kilovatlik, 15 kilovatlik mana bunaqa bahaybat dvijoglarimiz ham bor. Pultda ham, averda ham, ya'ni avtomatikada ham zavodiy bo'ladigan, bu yerga kompyuterli bo'ladi. Hammasi kompyuterda upravlashi, start stoplik bo'ladi. Juda ham sifati juda ham yaxshilardan biri, ya'ni 220, 380 ni ham stabilni bir xil tok chiqarib beradigan dvijoglardan bo'ladi. 2 silindrlik deyiladi, ya'ni bir xil tok chiqarib beradi. 220 da ham, 380 da ham bir xil tok chiqarib beradigan dvijoglardan biri bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 24 million so'm qilib beramiz. Juda ham arzon narxlarda 15 kilovatlik, 20 kilovatlik xohlaganlar uchun katta bahaybat 30-35 kilovat, 50 kilovatgacha bo'lgan dvijoglarimizni bemalol Mototolsdan arzon narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Manzilimizni videoning oxirigacha ko'rsangiz, manzillarimizni tushuntirib o'taman. Manzilimizni so'raganlarga Toshkent shahri, ya'ni Sobir Rahimov metrodan o'zi chiqqaningizda Facebook bozori, ya'ni Motopower do'konimiz. Telefon raqamlarimiz 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga kelib, optim narxdagi generatorlarni Motopower do'konimizdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.